Sherlock Holmes. Endi bu Holmes mu nayt, aqlli, tadbirlik, ajoyib danishmand odam ishdan biz kichigimizda bir televiziya teatri vatdimash ko'p qismliq ko'rgan bo'g'inglar g'ang'il ishlab turib chiqilgan Holmes'niki. Oninkilik doktor kim o? Watson. Shunami? Endi bugungi zamon qarasak, bu yerda Gangteshaning rolchisi Shavlobotda qo'llagan bir ikki bo'limlik, ikki qismli kinosi bor. Ajoyib payz ishlagan bu kino nayt, aqlli, voqelik nayt jiddiy ko'rib baqsanglar bo'ldi. Endi mana shu Holmes'ning kitobi bormi deb Nurg'ullar so'raganda, "Amini akayingni Jungbansni qilay, Nochni qilay" deb mana 3 qism qattiq tash, mana pechatni taqishmidi ma'ni o'qiydigan vaqtim yo'q. Bu kitobning asli bahsi 128 qo'yga. Albatta bugun qodiy kitobning filsolariga, meni Guanjuqqa birdan haqsiz yurak bergan do'stlarga oldingi 100 dalni faoliyat qilib, 99 qo'yim deyishmayli, 69 qo'yim deyishmayli, 49 qo'ydi dey. 49 qo'yga Chuango Baoyo va 3 qism kitob 49 qo'y kirasi haqsiz. Oldingi 100 dal mushundaq yoqtirgan do'stlar ostidagi seri qarovdan tizariq setib olinglar. Rahmat.